Assalomu alaykum. Yangi uylar va arxitektura deb nomlangan ko'rsatuvimizning bugungi sonida binoni bir turdagi materialdan qurish va ancha iqtisod qilish mumkinligi haqida ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Demak, biz boshladik. Azaka doimo tomoshabinlarimizni ehtiyoji shu kam xarj obyektlarga e'tibor qaratish, ya'ni o'sha uy qurayotganda pulni imkon qadar tejashi hisobini olishadi. Bugungi maslahatlarimiz, bugungi tavsiyalarimiz ham shundan mustasno emas. Shunaqami? Mana hozir sezon uy qurilishi boshlandi. Masalan, ko'pchilik uy qurayotganlar bor yoki qurmoqchi bo'lganlar bor yoki qurilish jarayoni ketayotganlar bor. O'shalarga biz qo'ldan kelgancha foydali maslahatlarni aytamiz. Do'stlar, bugungi ko'rsatuvda sizlarga taxminan bir 10 mingdan 20 ming dollargacha pulni tejash o'rgataman. O'sha tejagan pulinglar mana Ranodan sizlarga sovg'a, o'zingizlarga ishlatasizlar uchastkalarga. Shu ko'rsatuvlarni ko'rib boringlar, shu foydali narsalardan foydalansanglar, maslahatlardan foydalansanglar, sizlar juda ham katta pulni tejab, vaqtni ham tejab, tez bitirishga muvaffaq bo'lasizlar. Demak, aynan bugungi ko'rsatuvimizda nima tavsiya beramiz? Hozir nima tavsiya berishimizni gapirishimiz uchun o'sha joyiga boraman. Joyida gapirib tushuntirib beraman. Ketdik. Kelinglar ko'rsatib beraman. Mana obyektimiz oldiga keldik, azaka. Do'stlar, men aytmoqchimanki, mana bu obyektimizda noan'anaviy ishlarni qilganmiz. Ya'ni men padushkaga beton quyganmiz. Polniy uyi padushkasi armirovat qilib beton quyib chiqdik pastda. Polniy beton quyib chiqdik. Keyin hamma beton quygandan keyin qolgan ishlarni betonda qilishadi. Ya'ni devorlarni betonda ko'tarishadi. Bunda xarajat juda ham katta ketadi. Biz tarixiy binolarni analiz qilib, boshqa binolarni analiz qilib shu xulosaga keldimki, laboratoriy rabota qilib, mana shu fundamentni polniy pishug'ichdan qurib, sementni rastvorda tersa, fundamentga ketadigan xarajatni 2 barobar qisqartirsa bo'lar ekanda. Lekin buni yaroqlilik muddati qanaqa bo'ladi? Yaroqlilik muddatini ko'rib chiqdim. Masalan, tarixiy yodgorliklarimizda mana shunaqa fundament g'ishtdan qilingan binolar 600 yil, 800 yildan beri turibdi. Endi bitta bino taxminan men senga aytaman, mana shu bitta uchastka 60-65 yilga quriladi. Yashash umri, bitta uchastkani yashash umri 65 yil. 65 yildan keyin buzib qayta quriladi. Buni hozirgi kunda hamma fundamentni betondan qilyapti, baquvvat qilib qilishyapti. Uyi 1000 yil turadigan uy qilishyapti. Lekin hech qaysi uy 1000 yil turmayapti. Uni misol uchun farzandlar, nevaralar baribir uni buzib qayta qurishyapti. Natijada ko'p ish bo'lib ketyapti. Bekor xarajat havoga chiqib ketyapti. Shuning uchun biz o'zlarini obyektlarimizda tavsiya qilyapmiz. Mana padushkani qo'yamiz, burchagiga kolonna qo'yamiz, qolgan fundamentni hamma ishlarni g'ishtdan qilamiz. Mana podvol joyimizga sementli rastvorda g'isht terdik. Ustiga seysmopoyez qo'ydik. Keyin mana plitani qo'ydik. Keyin nari yoqqa yurib ko'rsataman. Yur. Mana bu yoqda mana padushkani quydik. Mana bu yerda podvol yo'q joyi. Padushkani quyib oldik. Padushkani ustiga sementli rastvordan g'ishtdan terib oldik. Mana bu fundament o'rnida ketyapti. Mana bu betondan hamma betondan quyishadi. Biz shu g'ishtni sementli rastvorda terib chiqdik. Mana bunda. Endi buni mana turpomdan to'ldirib tekislaymiz. Ustiga shebin tashlaymiz. Keyin shebin ustidan salafan gidroizolyatsiya qo'yib turib, дорожный setka qilib bitta stяжка qilsak, polimiz tayyor. Mana fundamentni betondan emas, g'ishtdan terilyapti. Namli urib yubormaydimi? Bu yerda podvolga namli o'tib ketmasligi uchun biz poke qo'yganmiz, qora gidroizolyatsiya qo'yganmiz, keyin unga g'isht tirab terganmiz. Endi mana shu joyda bitta juda ham qadr qimmatli maslahatni aytmoqchiman, do'stlar. O'zingiz uchun bilib qo'yinglar. Agar kim podvolini g'ishtdan qiladigan bo'lsa, men aytgan ishni qilinglar. Mana shunaqa fundamentni qo'yotganda, do'stlar, mana bu yerni qazishda zapas olinmaydi. Mana shu fundament qanday quyiladigan bo'lsa, yerni taqab qaziladi. Mana bu fundamentga yerni taqab kesiladi. Mana shunda sariyog' pichoqda tekis bitta ham zapas qoldirmasdan taqab kesib tushamiz pastga. Keyin mana bu pokeyni qo'yib turib, oq pokeyni qo'yib turib, keyin qora gidroizolyatsiya shunda devorni o'ziga gidroizolyatsiya qo'yib turib, bunga taqab g'isht teramiz.
Endi o'sha taqab deyapsiz. Taqamasdan qilsa nima bo'ladi? Mana bu yer bo'lsa, yerni mana shunday tekis kesib, taqab, qora gidroizolyatsiyani qo'yib turib, g'ishni taqab qilsa, mana bu turpoq o'zi zichlangan turpoq g'ishga tiralib turadi. Hech qayerga fundament ketmaydi, siljimaydi joyda. Lekin yerni, masalan, mana bunday bo'lish o'rniga bu yoqdan kesib tozalab, mana bu bo'shliq qilib, bu yoqda g'isht terib, keyin orasiga zasipka qilib, turpoqni to'ldirib, keyin buni zichlaydigan bo'lsa, mana bu qorini ketib qolib, mana bu g'isht surilib ketib qolishi mumkin. O'sha yomg'ir qorlar tushganda, qorlar tushganda g'isht surilib ketib qolishi mumkin, orasidan suv chiqib ketishi mumkin. Aziz tomoshabinlarimiz, e'tiborimizni qaratishimiz muhim bo'lgan juda ham kerakli ma'lumotni aytib o'tdilar hozir. Ya'ni podvol qiladigan joyda turpog'i mana shu podvol qilinadigan joyga taqab qolish kerak. Zapasi bilan qazish mumkin emas. Mana shu turpoq mana shu devorga taqalib turish kerak. To'g'ri, g'isht terayotganda tekis terilmaydi deydi. Masalan, biz ko'rayotgan tomoshabin hozir turpoqni olganda qatidir chuqurcha, qaysidir joyda notekis bo'lib chiqadi-yu deyishingiz mumkin. To'g'ri, o'sha qaysidir joy chuqurcha, notekis chiqsa, o'sha g'ishtni chuqurchaga taqab teramiz. Ichkari podvolli, ichkari devori tekis bo'ladi. Bu yoq tarafda o'sha turpoqga g'ishtni taqab teramiz. Bu yoq tarafda tekis chiqmasligi mumkin. Qing'ir qiyshiv chiqishi mumkin, lekin maqsad g'ishtni turpoqga taqab, yerga taqab qo'yish. Tushunarli? Mana shu eng e'tibor berishimiz kerak bo'lgan. Eng e'tibor o'shanda qattiq yer turadi, keyin g'ishtli devor bo'ladi, orasida gidroizolyatsiya bo'ladi. Mana bu fundamentga ketadigan pul 2 baravar kam ishlatiladi. Masalan, bitta uyi podvoliga shartli ravishda aytaman, hozirgi kunda taxminan, misol uchun $40,000 ketadigan bo'lsa, mana shu men aytgan, biz aytayotgan usulni, mana shu laboratoriy rabota qilayotgan usulimizda qiladigan bo'lsa, 2 baravar pul kam. Ya'ni 40,000 ketadigan joyda 20,000, 20,000 ketadigan joyda $10,000 pul ketadi. Bu ancha iqtisodda. Bu juda ham katta iqtisod qiladi. Ham vaqtdan ham iqtisod qilyapmiz. Ya'ni bunga apalka olmayapmiz, taxtadan apalka, beton quymayapmiz olib kelib. Buni kutib o'tirayotganimiz yo'q. Vaqtdan 2 baravar tez bo'lyapti va pulidan 2 baravar kam ketyapti. Aziz tomoshabinlarimiz, agar mana shu aytib o'tilgan tavsiyalarimizga amal qilsangiz, ham vaqtdan yutasiz, ham pulingizni ancha iqtisod qilasiz. Bu qilayotgan ishlarimizni sizlarga 65 yil garantiya beramiz. Mana shu fundament hech narsa qilmaydi. 65 yil davomida sizlar fundamentingizga hech narsa qilmaydi. Aka, mana fundament qilib, tuproqni usti bilan yopib yuborishar ekan. Kanalizatsiya ishlarini qachon qilinadi bu yerda? Mana hozir do'stlar, hamma qolgan boshqa odamlar oldin turpoqni zasipka qilib, stяжка qilib, keyin kanalizatsiya trubani yana qazib, boshqatdan qazib, kanalizatsiya truba o'tkazib, yana boshqatdan turpoqdan yoki bir narsa bilan ko'miladi-da, keyin yopib yuboriladi. Bu holatda bitta kamchiligi ish 2 marta, ya'ni qazishga ko'mib, yana qazishga pul ketib qoladi. Bu bir. Ikkinchidan, masalan, kanalizatsiya ustiga zasipka qilganda kimdir toshi bilan yoki lapatasi bilan sindirib qo'ysa trubasini, uy egasiga sindirib qo'ydim demaydi-da, tinchgina ko'mib yuboradi. Lekin uy egasiga muammo bo'lishi mumkin. Biz mana shu muammolarni oldini olish uchun mana obyektimizda do'stlar, sizlarga ko'rsataman. Mana padushka devor yonida padushka chiqqan. Padushkaning ustiga mana bundoq qilib shtirlar bilan padushkaning yonidan devorga shtirlar bilan qotirib kanalizatsiyani qo'yib oldik. Kanalizatsiyani qo'yib oldik-da, buni biroz zasipka paytida sindirib qo'ymasligi uchun, teshib qo'ymasligi uchun mana bu yoq tarafini ko'rsatishim mumkin. Ana bu yoq tarafda ko'rishimiz mumkin. Mana ustini betonlab qo'ydik. Mana trubani ustini betonlab qo'yamiz. Mana yonidan g'isht terib, ustini betonlab qo'yamiz. Shu ustini betonlab qo'yganimizdan keyin bu trubani hech kim sindirib qo'ymaydi, teshib qo'ymaydi. 60 yil turishiga garantiya bo'ladi. Polni betonlab qo'yganimizdan keyin bu trubaga уже qilt etmasdan hech qanaqa muammo bo'lmaydi, xudo xohlasa. Xavotir olmasa ham bo'ladi. Buni turpoq bilan ko'mib yuborsa ham betonning ustidan hech qachon hech qanaqa muammo bo'lmaydi inshaalloh. Keyin mana qolaversa, mana bitta bizni mana bitta kotelnik qilganmiz. Hozir kotelning ustida turibmiz. Kotelniga masalan oldidan forchka qilish ilojisi yo'q. U yoqda ham xona bor, forchka ilojisi yo'q. Biz kotelniga forchkani mana yonidan qildik. Mana forchkani qara, kichkinaligini qo'yilmasa. Eni 5 sm, bunaqasi 60 sm. Mashdan havo kiradi. Mana bu g'isht terayotganda mana mashda havo joy tashab ketamiz. Kotelniga mana mashdan forchkadan havo kiradi.
Natijada o'sha texnikalarga do'stlar, sizlar mana shu fortichkani kichkinaligini ko'rishingiz mumkin. Pastda kotelniyda fortichka bo'ladi, shu fortichkadan havo kiradi. Endi mana bu yerda общий olganda, ravno bu yoqqa kelganimizda mana bu yerda shaxti bor. Mana bu tegi ochuv. Mana bu yerda hammom, tualetlar bo'ladi. Mana shudan hamma hidlarni, masalan, tualetda hammomni ventilyatsiyasi, keyin boshqa xonalarning ventilyatsiyasini ham mana shu shaxtadan tepaga chiqarib yuborishimiz mumkin bo'ladi. Mana shu shaxtni ochiq qoldiramiz. Mana shu shaxtada hamma kommunikatsiya, отопление, mana kotelniydan chiqayotgan issiq suv, отопление, ventilyatsiya, hozir bu yoqni ko'mib stяжка qilganimizda mana shu shaxta ochiq qoladi-da, buni ichida bemalol santexnik ishlashi mumkin bo'ladi. Azaka, mana bu yerda seysmopoyez qo'yilgan ekan, lekin boshqa joyda ko'rmayapmiz. Buni sababi nima? Xo'p, biz bu yoqda podvol bo'lgani uchun, plita qo'yganimiz uchun seysmopoyez qilib ustiga plita qo'ydik. Bu plita qo'ygandan keyin yoniga beton qilib plita obvязка qilinadi-da. Men bu gapirib o'tdimmi, buni misol uchun mana fundamentni g'ishtdan terdik, to'g'rimi? Ravno, mana g'ishtdan terdik. Hozir seysmopoyez o'sha plita obvязка qo'yotganda, beton qo'yotganimizda o'sha 30 sm balandlikda buni ustidan beton qilib ketamiz. Agar bunga seysmopoyez qilganimizda, yana 30 sm ustiga yana beton qilganimizda, ikki qavat katta beton bo'lib, перерасход bo'lib, ortiqcha xarajat bo'lib ketadi. Biz o'sha xarajatlarni kamaytirish uchun faqat plita obvязка balandligida ichida armironiya qilib, seysmopoyez vazifasini bajaradigan obvязкani aylanib o'tamiz. Keyin men turpomni birinchi men bu kanalizatsionni turbani ustini beton qilib olamiz. Beton qilib olganimizdan keyin turpoq tashab to'ldiramiz. Keyin turpoq tashab tekslab olganimizdan keyin suv sepib trombovka qilamiz. Shebinni yozamiz. Shebinning ustidan gidroizolyatsiya solamiz. Keyin дорожный setka qilib turib, polni bitta stяжка qilsak, mana bu plitani ustimdan stяжкamiz, polimiz tayyor bo'ladi. Keyin u yog'i tayyor bo'lgan, faqat hammom tualetni joyini stяжка qilmasdan ketamiz. Bu yerda chunki trubalarni o'tkazib oladi santexnik. Keyin pol tayyor bo'lgandan keyin devorlarni ko'tarib ketamiz. Bu hozir o'rgatayotgan usulimda, mana shu usullarda uyini 2 barobar tejab qurish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu juda ham qimmatbaho maslahatni beryapman, aytyapman. Bizani ko'rsatuv ko'rayotgan odam mana shu usullardan foydalansa, kamida $10,000 pul ekonom qiladi. Tomoshabinlarimizga aynan kerakli ma'lumotlarni beryapmiz. Aynan kerakli ma'lumot. Buni isbotini ham, misol uchun, gapirib, ko'rsatib, tushuntirib boryapmiz. Buni ko'rib tushunib olgan odamlar shularni o'zini binosida, uyida, qurayotgan binolarda tatbiq qilsa, kam bo'lmaydi. Azaka, mana Abulqosim madrasasiga keldik. Bu bino 200 yil oldin qurilgan. Keling, bu yerdagi o'sha lifhacklar haqida, kerakli ma'lumotlar haqida tomoshabinlarimizga ma'lumotlar berib ketaylik. Xo'p, do'stlar, mana shu Abulqosim madrasasida turibmiz. 200 yil oldin qurilgan bino. 200 yil oldin qurilgan texnologiyani olib tahlil qildik-da biz buni, ravno laboratoriya analiz qildik. Masalan, mana shu 200 yil oldin qurilgan binoda poydevori g'ishtdan terilganda, yerga. G'ishtni tergandan keyin ustiga mana g'ishtni zahi binoga tepaga chiqib ketmasligi uchun mana bunaqa yog'och qo'yilgan. Mana ko'rasan, yog'och qo'yilganda, bu ya'ni gidroizolyatsiya, o'sha paytda yana gidroizolyatsiya materiallari bo'lmagan. O'sha gidroizolyatsiya vazifasini mana shu yog'och bajargan. Shu yog'ochni qo'yib turib, keyin g'isht terib ketilganda, fundamentni mana shu yog'ochni tegidi, fundamentni tekshiradigan bo'lsa, mana shu yog'och tegidi, bu g'ishtdan terilgan. Endi bizlarni ko'rayotgan do'stlarimizga aytamanki, mana shundoq bino, shundoq mustahkam bino 200 yildan beri turibdi. Biz nimaga poydevorimizni g'ishtdan qilish mumkin emas? G'ishtdan ham qilishimiz mumkin. Albatta betondan qilib 1000 yil turadigan uy qilishimiz shart emas-da. Ko'pincha holatda bizda mana shu fundamentni betondan qilganimizda ko'p beton ishlatiladi, ichiga armaturalar solib 1000 yil turadigan fundament qilib, перерасход bo'lib ketyapti-da. O'shanga bugungi ko'rsatuvimizda mana bu 200 yil turgan fundamentni ko'rsatadigan bo'lsak, 200 yildan beri turgan fundament g'ishtdan qilingan. Bino g'ishtda qilingan fundamentga bu yog'i tepasi qurib yuborilgan. Qolaversa, bu bino 200 yil turgan bo'lsa, masalan, Xivada, Buxoroda, boshqa qadimiy shaharlarimizda 500 yil, 600 yil turgan binolarimiz ham bor-da. Fundamenti faqat o'sha g'ishtdan terilgan xolos.
tagida beton qilinmagan. O'shanga men haligi ko'rsatuvimizda ko'rsatib o'tgan fundament g'ishtdan qilgan laboratoriya ishlarimizda o'zimni mana shu tarixiy binolarimizdan asoslab beryapman-da. Ibrat olib. Endi fursatdan foydalanib, masalan, mana shu Abul Qosim madrasasini arxitekturasini bundoq ko'radigan bo'lsak, bir shu paytda ham shu chiroyli arxitektura bo'lgan, peshtoq ayvonlar bo'lgan. Hozir afsuski arxitekturamizda ayvonlar deyarli yo'q bo'lib ketyapti. Hamma high-tech, shunga o'xshagan binolarga urg'u berilgani uchun ayvon degan tushuncha kamayib ketdi. Lekin yozgi kunida ayvon juda katta ahamiyatga ega. Albatta. Keyin mana tarixiy binolarni qaraydigan bo'lsak, mana arka deymiz, arka bo'ladi. Keyin mana eshiklarimiz to'rtburchak. Lekin eshikni yopganimizda xuddi arka eshik qilingandek bo'ladi-da. Bu binoni misol uchun arxitekturasini oladigan bo'lsak, bu binolar misol uchun g'ishtni terib orasiga, endi bu отделка Semon Suvoda hozir oxirgi restavratsiya paytida qilingan, lekin aslida u o'sha o'zining zamonasida terilgan paytda bu g'ishtlar ganchda terilgan. Ya'ni albastr gips rastvorda terilgan bo'lganda, u avvalida. Lekin oxirgi paytda rekonstruksiyalarda Semon yordamida rekonstruksiya bo'ladi. Lekin aslida ganchda terilgan bo'lgan. Endi ichkari ganchda bo'lsa ham u ko'p yillar davomida xizmat qila oladi. Ko'p yillar davomida xizmat qilib bergan ham, qila oladi ham. Mana Pishuvda g'ishtda qurilgan binolarimiz 500 yil, 600 yil turganidan bir dalolat beradiki, demak, mana shunaqa usulda, an'anaviy usulda qurilsa ham bino bemalol ancha muddat yashab beradi. Lekin mana Sovet davrida turar joy binolarini tahlil qiladigan bo'lsa, turar joy binosini yashash muddati 65 yil deb belgilab qo'yilgan. 65 yil. Norma shunaqa bo'lgan. Norma shunaqa bo'lgan. 65 yildan keyin shu binoni buzib tashlab, yangisini qurish kerak bo'lgan. Endi bu degani o'sha insonning o'rtacha umrini hisobi 65 yil deb olsak, shunaqa muddat davomida bitta bino. Ya'ni boshqa mamlakatlarda mana shunaqa misol uchun eski uylarni 65 yilda buzib tashlaydi, yangi uylar quraveradi. Har 65 yilda yangi uylar buzib, to'rt qavatli binolarni ham buzib tashlab, yangi binolar quraveradi har 65 yilda. Bu shaharni yangilab turish uchun qilinadigan ishlar-da. Agar bunaqa qilinmasa, shahar eski chiru-muru binolar bilan to'lib ketadi. Chirigan, eski ahvoli og'ir binolar bilan to'lib ketadi. Shuning uchun shaharni doimo yangilab turish, ko'rinishini svejiy bo'lib turish, ta'minlash uchun mana shu ishlar qilib, har 65 yilda uyini buzib tashlab, kompensatsiya beriladi yoki boshqa chora ko'rilib, yangi uylar qurib boriladi. Shuni hisobga olish kerak demoqchiman bu gapimni mazmuni. Ya'ni hozir ba'zi bir holatlarda uylarni 1000 yil turadi deb qurishyapti-da. Lekin qurgan odam o'tib ketgandan keyin bolalari buzib boshqa uy qurib yuborishadi. Bekorga ishlatilgan pul bo'lib qoladi. Shuncha o'sha sarf xarajat shart emas demoqchisiz. Har bitta odam o'ziga uy qurayotganda o'zi uchun hisobga olish kerak. Mana shu qurayotgan uyim taxminan 65-100 yil turadi, undan keyin buzilib ketadi deb o'zi uchun miyasida ushlab turish kerak shuni. Esdan chiqarmaslik kerak. Har bir qurilayotgan uy o'sha o'zingizning xohishingizdan kelib chiqib quriladi-da. Aslida o'sha farzandlar o'zining xohishidan kelib chiqib uni o'zgartiradi yillar o'tgandan keyin. To'g'ri. Ya'ni hozir uy qurayotgan odamning xohishlari bitta-da, uni bolalarining xohishi boshqa bo'ladi. Uni bolalari bu uyda yashashni xohlamasligi mumkin. Endi ichini ham bitta kirib ko'ramiz. Ketdi. Bu yerda arxitekturani analiz qiladigan bo'lsak, bitta materialdan qurib bitirilgan, ya'ni g'ishtdan. Qo'yil qo'ysam, shundoq katta bino bitta dona material g'ishtdan qurib bitirilgan. Patologiya ham g'ishtdan, devori ham g'ishtdan, poli ham g'ishtdan, hamma narsasi g'ishtdan. Boshqa bitta ham ortiqcha material ishlatilmagan. Lekin 200 yil o'tgan bo'lsa ham qanaqadir o'sha o'zini jozibadorligini yo'qotmagan. To'ppa-to'g'ri. Masalan, hozirgi kunda bino qurganimizda kafel ham ishlatamiz, gipsokarton ham ishlatamiz, reyka ham ishlatamiz, taxta ham, beton ham, temir ham, yo'q narsani o'zi yo'q-da binoyimizda. Lekin qoyil qolish kerak, mana hozir 200 yil, 500 yil oldin qurilgan binolarni bitta dona g'isht bilan, boshqa material yo'q. Bitta dona g'isht bilan mana shunday katta binoni qurib bitirishgan. Yana bitta narsa aytmoqchiman. Masalan, arxitekturada
fasadni g'ishtdan qilsa yoki toshdan qilsa yoki qanaqadir tabiiy materialdan ishlatsa, katta tabiiy materialdan ishlatsa, hech qachon fasadi eskirmaydi. Modadan chiqmaydi. Masalan, g'ishtli fasad mana 200 yil oldin qurilgan uyni qarasangiz, hozir qarasa ham joningizga tegmaydi-da, yoqimli bo'lib ko'rinib turadi. Toshlar ham shunaqa, masalan, tog'larni ko'rsangiz, 500 yil, 600 yil, undan ham ko'p, 1000 yillab turgan tog'ni ko'rsangiz ham, tog'ning materiali hamisha chiroyli bo'lib turaveradi. Shuning uchun tog'ni toshlari yoki g'ishtdan qilingan binolar hech qachon fasadi eskirmaydi. Agar buni suvab bitta rangi bo'yab qo'yilgan bo'lganda edi, u suvlar to'kilib, hamma yoq har xil rang bo'lib, ahvoli og'ir holatga kelib qolgan bo'lardi. Lekin bunaqa g'isht, tosh hech qachon eskirmaydi. Aziz aka, mana shu binoni arxitekturasini nisbatini olayotganda qanaqadir qonun qoidalar bo'lganmi? Bu arxitekturasini nisbatini olayotganda qonun qoidalar bo'lgan. Garmonizatsiya va arxitektura deb Bulatov kitobi bor. O'sha kitobida mana shu madrasani ravoqlari, peshtoqlari, o'zi umuman balandligi, eshiklarning balandligi qanaqa chiqarilganligining qoidasi bor. Ya'ni nisbat enini bo'yiga nisbat, ya'ni odamdan namuna olingan. Odamni, misol uchun, bo'yini, enini, hammasini nisbatini olib binoga ko'chirilganda va bino chiroyli chiqqan. Alloh taolo insonni chiroyli yaratgan. Chiroyli odamdan nisbatni olib turib binoga ko'chirilsa, bino ham xuddi shunaqa chiroyli bo'lib chiqadi. Va shu natijada mana bu hovlimizda hozir qaraydigan bo'lsak, binoning nisbati, eshikning nisbati, ravoqlar, balandligi, xonani balandligi, yo'laklar, masalan, mana bu peshtaxtalar, hammasi odamning nisbatidan kelib chiqqani uchun hamisha chiroyli ko'rinaveradi. Lekin eshiklarimiz ko'rib turganimizdek, qanaqadir sal pastroq. Bu nima hisobidan? Eshiklarning pastroq qilinishining sababi bu madrasa bo'lgan. O'z davrida kelgan madrasaga kelgan o'quvchilar kibrlanmasdan tavozi ilm oladigan odam doim kamtar, tavozi bo'lish kerakligi o'qitilgan. Men bilaman, sizlar bilmaysizlar deb o'zini kibrlanmasligi uchun eshik pastroq qilinganki, hujraga, ya'ni dars qiladigan xonasiga kirayotganda egilib tavozimdan kirgan. Asosiy maqsad shunaqa bo'lgan. Endi tepasida mana panjaralar qilib qo'yilgan, ya'ni quyosh ichkariga to'g'ridan to'g'ri tushmasdan yorug'lik tushadi, quyosh to'g'ridan to'g'ri kirib ketmaydi va asosiy katta xonaqohi bo'lgan, o'sha majlislar, katta darslar o'tiladigan va kichkina hujralari bo'lgan. Bularni olib qarasak, bu madrasalarning stili hammasi bir-biriga o'xshash. Masalan, bitta qolib o'sha Amir Temur davridan boshlanib, me'mori ijod qilib chizilgan loyiha asosida qilingan. Bu nisbatda bu arxitekturani endi legendasi bor. Legendasi, ya'ni bitta me'mor bu binoni bunaqa arxitekturani chizishni bilmay turganda uzoq vaqt izlanganda tush ko'radi va tushida jannatda bir binoni ko'rsatiladi. Mana shu binoni ko'rgandan keyin ilhomlanib, uni bu yoqqa dunyoda chizib, shu asosida mana shu binolarni mana shunaqa shaklda chiqib ketgan degan legenda bor. Afsona bor. Endi bu asosi ko'rsatilmagan, lekin shunaqa bo'lishiga qaramasdan har gal qaraganimizda xoh Buxoro, xoh Samarqand, xoh Toshkentdagi mana tarixiy yodgorliklarni qarasak, mana shu arxitekturasi hamisha odamni mahliyo qiladi va kirganda mana hozir bizlarni ko'rayotgan odamlarga aytib bera olmaymiz, juda xotirjamlikda. Bunaqa sakinat bor. Bunaqa binoga kirgan odam hamisha xotirjamlikda bo'ladi. Qanaqadir xuddi o'zini qadrdon uyiga kelgandek o'zini his qiladi. Aziz aka, mana shunaqa binolarda mazza qilib hissiyotlar, shunaqa chiroyli hissiyotlarni tuyganimizdan keyin hozirgi kunda ham shunaqa binolarni o'zimiz uyimizda, o'sha orzuyimizdagi uylarni shunaqa shaklda qursak bo'ladimi? Albatta, misol uchun men tavsiya qilgan bo'lardim. Mana hozir Park Lokomotivda o'sha hozirgi zamonaviy ko'rinishda arxitekturani qanaqa qilish mumkinligini qilingan Lokomotiv 2 bog'ida, o'shani borib ko'rishni tavsiya qilaman. Qolaversa, mana Chig'atoy darvozasida o'sha yerda hozir tarixiy turistlar yuradigan joy, shaharda rekonstruksiyalar bo'lyapti, tarixiy ko'chalar bo'lyapti. Ya'ni mana misol uchun mana Abror Hidoyatov nomli teatr oldida ham ko'cha rekonstruksiya bo'ldi. O'sha tarixiy ko'chalarni qarasa, o'sha muhit hozirgi zamonda qanaqa qilib yoqimli muhit qilish mumkinligini ko'rsatib berildi hozir.
Mana shu bizlarni ko'rayotgan do'stlarimizga hammaga aytmoqchiman, agar kim uyini misol uchun hech qachon modadan chiqmaydigan, eskirmaydigan material bilan fasad qilmoqchi bo'lsa, albatta uni g'ishtdan fasadini qilish tavsiya qilaman. G'isht hech qachon modadan chiqmaydi, qolgan materiallar modadan chiqishi mumkin. Mana qadrli tomoshabinlar, ko'rsatuvimiz uchun ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Aziz aka, shu ko'rsatuvimiz yakunida xulosa qilib aytadigan bo'lsak, juda muhim narsani aytmoqchiman. Ya'ni bino qurayotgan odam bitta materialdan qilish mumkin. Inson loydan yaratilgandi va g'isht ham loydan yaratilgandi. G'ishtni loydan qilinadi. Hozirgi kunda masalan qarasak, g'ishtdan bitta g'ishtni o'zidan binoni hamma ishini tugatish mumkin ekanda. Mana yerini ham g'ishtdan qilsanglar bo'ladi, arg'ini ham g'ishtdan qilsa bo'ladi, zinasini ham g'ishtdan qilsa bo'ladi, devorini ham g'ishtdan qilsa bo'ladi, shiftini ham g'ishtdan qilsa bo'ladi masalan. Butun binoni hamma narsasini bitta dona material g'ishtdan tugatish mumkin. O'sha odam ato loydan yaralgani va g'isht ham loydan yaralgani uchun balkim o'sha g'ishtli mana shunaqangi kulbalada odam o'zini sakinatda, xotirjamlikda his qiladi go'yo. Balki shungadir. Masalan, betonli narsaga suyanib o'tirsang, zahri yoqmasligi mumkin, lekin g'ishtli devorga suyanib o'tirsang, u hech qachon senga zarar keltirmaydi-da. Mo'tadil bo'lib turadi. Shuning uchun hammaga tavsiya qilgan bo'lardim. Mana shu unumli imkoniyatlardan to'g'ri foydalanib binolarda ishlatsak, bu binolarimiz yana ham ko'rkam, yana ham foydali, yana ham shifobaxsh, yana ham chiroyli bo'lishiga sabab bo'ladi. Aziz tomoshabinlar, shuning bilan ko'rsatuvimizga yakun yasaymiz. Bugungi ko'rsatuvimizdan kerakli ma'lumotlarni oldingiz degan umiddamiz. Yangi uylar va arxitektura deb nomlangan ko'rsatuvimiz orqali ko'rishguncha xayr salomat bo'ling deymiz. Orzuyingizdagi uyda yaxshi insonlar bilan yashash baxti sizlarga va bizlarga nasib etsin. Xayr salomat bo'linglar. Salomat bo'ling.